بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Aldı bilen alemlerinin Rabbi Allah Subhanahu ve Taala'ga pak hamdu sana ve süyümlük Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge en güzel durut salamlarımızı yollagan dekin. Qadirlik qeyrindaşlar, farzandlarimizni qandoq tarbiyalaymiz mavzuliq kitobimizni anglitishni yana davom qilamiz. Bugun inshaalloh 1-bobdan boshlab diqqatingizga sunishga boshlaymiz. Kitob avtori qeyrindashimiz Muhammad Yusuf, mikrofon oldida qeyrindashinglar Abdullah Yalqun. Oldi bilan olamlarning Robbi Allah Subhanahu va Taologa cheksiz hamdu sana va suyumli payg'ambarimiz yo'lboshchimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellemge pak durut salamlarımızı yollagan ekan. Ustoz Muhammad Yusuf qalamga olgan farzandlarimizni qandoq tarbiyalaymiz mavzuliq kitobimizni inshaalloh anglitishni davom qilamiz. Bugun inshaalloh 1-bobdan boshlab diqqatingizga sunamiz. Mikrofon oldida qayrindashinglar Abdullah Yalqun. 1-bob tarbiya haqida umumiy bayon. Bu bobda biz tarbiyaning ahamiyati va ajr mukofoti, tarbiyaning maqsadi, yetimlar haqida so'z, tarbiyachida bo'lishga tegishli fazilatlar, bolalarning haq-huquqlari, ota-onaning tarbiyadagi roli qatorliq mavzular bu bobda so'zlandi. Oldi bilan tarbiyaning ahamiyati va ajr mukofoti. Bolalarimiz bizning boyligimizdir. Bolalarimiz hayotdagi eng qimmatli boyligimiz bo'lib, amaliyotda ular Alloh taolaning bizga ato qilgan ne'mati ham omonatidir. Bolalar ko'zimizning nuri, ko'nglimizning shodligi, hayotimizning zinnati va bizning nom nishonimizni davom qildiruvchi naslimizdir. Biz bolalarimizning baxt saodati uchun nurg'unlagan mumkin emaslarni ro'yobga chiqara olamiz. Xatarlarga o'zimizni atolaymiz. Ularning xushalliqi bilan xushal bo'lamiz. Ularning xafaligi bilan g'amkin bo'lamiz. Ular bizning jinimiz va hayotdagi hamma boyligimiz. Kichikida yaxshi tarbiyalab, iymon va axloq bilan yetishtirgan bolalarimiz biz yashangan vaqtimizda bizga asqatadi. Yaxshi bolalar bizning Alloh taolaning nazarida oliy martabalarni qozonishimizning kafolatidir. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda qandoqli bir uyga biror bola tug'iladi ekan, u uyning izzati oshidi degan. Xalqimizdami bolaliq uy bozor, bolasiz uy mozor deydigan hikmat bor. Bola so'ygusi Alloh taolo ota-onalarning qalbiga o'rinlashtirib o'tgan tabiiy so'ygu bo'lib, insonlarla emas, balki har qanday bir jonliq o'z bolasini so'ydi va uning baxt saodati uchun borlig'ini qurbon qiladi. Hammala odam farzand ko'rishni orzu qiladi. Dunyoda har qanday bir odam o'zining pushtidan farzandlari bo'lishini va ularning xushalligi bilan xushal bo'lib, ular bilan saodatga to'lib hayot kechirishni armon qiladi. Ammo qalb rishtasi Alloh taologa bog'langan iymonliq va insofliq farzand talab qilish mu'minlarga xos xislatdir. Qur'oni Karimda payg'ambarlarning Nuh, Ibrohim, Yaqub, Zakariya alayhissalomlarning farzand ko'rishga bo'lgan ishtiyoqi va farzand talab qilgan duolari bayon qilingan. Masalan, sura Saffatning 100-oyatida Robbi habli minas solihin, ya'ni Robbim menga yaxshi farzandlardan ato qilgin. Va sura Anbiyaning 89-oyatida va Zakariya iznada robbahu robbi la tazarni fardan va anta khayrul varisin, ya'ni Zakariya o'z vaqtida Robbiga Robbim meni bolasiz yolg'iz qo'ymag'in, sen eng yaxshi varissan deb iltijo qildi. Sura Furqonning 74-oyatida "Vallazina yaquluna robbana hab lana min azwajina va zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama", ya'ni ular ey Robbimiz bizga ayollarimiz va avlodlarimiz orqali shodlik beg'ishlashingni tilaymiz. Bizni taqvodorlarning peshvosi qilg'in deydi. Habli milladunka waliyya, ya'ni fazlingdan menga yaxshi bir farzand ato qilg'in. Bu sura Maryamning 5-oyatida. Yana Alloh subhanahu va taolo sura Ali Imronning 38-oyatida "Hunalika da'a Zakariya robbahu qala robbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a", ya'ni Zakariya Robbiga duo qilib, ey Robbim menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilg'in. Haqiqatan duoni anglag'uchisan dedi.
Yuqorqi payg'ambarlarning duolarini mulohiza qilganimizda, ularning faqat farzandli talab qilmasdan, balki qalbi Alloh taologa tutashgan yaxshi farzand talab qilganligini ochiq ko'ramiz. Demak, farzand ko'rishdan maqsad o'zimizning tabiiy orzusini qondirishla emas, balki o'zini va ota-onasini ikkili olamda baxtli qila oladigan yaxshi farzand ko'rishdir. Bolalarimiz islom ummatining kelachigidir. Hozirgi zamonda har qanday bir aqlli kishi musulmonlarning beshiga kelayotgan ig'ir kunlarni o'ylaganida, o'zlarining boshqalar tarafidan xorlanayotganligini ko'rganida, o'zining musulmonlik obraziga loyiq hech ish qila olmaganligidan ichinadi va islom uchun musulmonlar uchun nima qila oladiganligi haqida cho'nqur o'yga cho'kadi. Ammo obdanroq o'ylanganimizda islom uchun va musulmonlar uchun katta xizmatlarni qilish qo'limizdan keldiganligini bilamiz. U bo'lsa-mu, bolalarimizni iymon va axloqliq qilib tarbiyalashdir. Buni hammamiz qila olamiz. Chunki Alloh taolo hech kimni toqati yetmaydigan ishga buyurgan emas. Bolalar Alloh taolaning omonatidir. Bolalar ota-onalarga Alloh taolo tarafidan topshirilgan ham sharaflik ham xatarlik bir omonatdir. Ota-onalar qiyomat kuni Alloh taolaning oldida bu omonatlarning mas'uliyatidan javobgarlik tortiladi. Shunga Alloh taolo Qur'oni Karimda musulmonlarni bu javobgarlikdan ogohlantirib, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara va quduhan-nasu wal hijara alayha malaikatun ghilazun shidad. Ya'ni iymon etganlar, o'zinglarni va bola chaqanglarni yiqilg'usi inson va tosh bo'ladigan, rahim qilmaydigan qattiq qo'l farishtalar muakkal bo'lgan do'zaxdan saqlanglar degan. Buni Alloh subhanahu va taolo sura Tahrimning 6-oyatida tilga oldi. Ularning o'zlarini va bola chaqalarini do'zax azobidan saqlashining birdan-bir chorasi gadindagi farzand haqlarini to'liq ado qilish yo'lida bolalarga kichkidan boshlab iymon, islomni o'gitib, yaxshi yomonni bildirib, ilm ma'rifat o'gitib, bu omonatni ado qilishidan iboratdir. Ota-onalar yuqoriqilarni Alloh taolo buyurgan bo'yicha ado qilgandan keyin ularning mas'uliyati tugaydi. Keyingi ishlarga bolalar o'zlari javobgar bo'ladi. Alloh taolo bu oyat orqali bizni o'zimizni do'zax azobidan saqlanishga emas, balki bolalarimizni do'zax azobidan saqlashga buyuruydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: har qanday bola islom fitratiga tug'iladi. Uni ota-onasi yahudi qiladi yoki xristian qiladi yoki majusiy qiladi. Bu hadis Buxoriyda keltirilgan hadis. Demak, ota-onalar bolalarning qanday yetishib chiqishiga mas'uldir. Ular bolalarini islom nuri ostida yaxshi tarbiyalab chiqqan bo'lsa, uning mukofotini avval mushu dunyoda, ondan oxiratda cho'qim ko'radi. Agar bolalarini o'z havoyi havaslariga qo'yib berib, Alloh taolaning ko'rsatmasi bo'yicha yetildirolmagan bo'lsa, uning jazosini avval bu dunyoda, ondan oxiratda tortadi. Yomon bolaning falokati ota-onalarni turli balolarga duchor qiladi. Qiyomat kunidami ularni xotirjam qilmaydi. Omonatni zayo qilgan kishi qandoq javobgarlikqa tortilsa, bolalarining kelajagini zayo qilayotgan ota-onalarmi uningdan ig'irroq javobgarlikqa tortiladi. Imom Abul Hamid al-G'azali mundaq degan: bola ota-onaga omonatdir. U yangi tug'ilganda uning qalbi hech nimaning ta'siriga uchirmagan sap go'harga o'xshaydi. Bu mezgilda u ko'ziga chiliqqan yoki ta'sir qilgan har qanday narsaning qiyofatini zihnida qoldiradi. Moyil qilinadigan har qanday narsaga dili moyil bo'ladi. Nimaga o'gitilsa, shuningga odatlanib cho'ng bo'ladi. Yaxshilikqa o'gitilsa, yaxshilik ustida cho'ng bo'ladi. Buning sababi bilan ota-onasi ikki olamda yaxshilikqa erishadi. Navoda u yomonlik ustiga ko'ndirilsa, uning tarbiyasiga sal qaralsa, u yomon tabiatlik odam bo'lib chiqadi. Buningga uni tarbiyalaganlar javobgar bo'ladi. Bola tarbiyalash xuddi bog'vanning ishiga o'xshab ketadi. Bog'dagi gul chechaklarning sog'lom o'sib yetilishi uchun bog'van gul chechaklarining orasida ungan yovi o'tlarni va tikanlarni yulib elib etadi. Tarbiya qiyin va sharaflik majburiyatdir. Tarbiya odam bolalariga xosdir. Chunki boshqa jonliqlarning xarakteri oxirigacha xuddi boshda yoritilgani bo'yicha davom qiladi. Qilchi o'zgarmaydi. Ammo odam bolasi aql idroklik qilib yoritilganlikdan u tarbiyani qabul qiladi, tarbiya bilan o'zgaradi. Shu sababdan inson tarbiyaga hamisha muhtojdir. Ba'zilar deyishi mumkin: hozirgi zamonda bolalarni islom ko'rsatmasi bo'yicha tarbiyalab chiqish qiyin ish. Chunki payg'ambar alayhissalom kishilarga bir zamon keladiki, ulardan dinda ching turganlar
xuddi cho'g'ini tutib turgandek taslikda turadi degan mana shu zamon bizga yetib keldi deyishi mumkin. Ammo bu sharaflik vazifani o'rindashda sharoit qanchalik nachar, ahvol naqadar ig'ir va qiyin bo'lib ketsimi, uni o'rindig'ili bo'ladi. Islomning boshlanish davridagi musulmonlarning beshiga kelgan qiyinchiliklarni va to'sqinliklarni o'ylaganimizda, Qurayshliklarning musulmonlarni iymondan yondirish uchun qilgan vahshiyliklarini, qiynab o'ltirishlarini, iymonni qo'g'dash yo'lida tunji islom shahidlari bo'lib, tarixda qayd qilingan Hazrati Yosir bilan Hazrati Sumayyalarni eslaganimizda, hozir bizning beshimizga kelayotganlarning hech qancha ish emasligini tushunib yetalaymiz. Shunisi aniqki, dunyoda bolalarni islomiy ong va islomiy axloq bilan yetishtirib chiqishdan foydaliq va ulug' ish yo'qdir. Bolalarni tarbiyalash ishi vaqtga, chidam va sabrga bog'liq. Bolalarimizni islom ko'rsatmasi bo'yicha iymon va axloqliq qilib tarbiyalab, ularning din va millatning ishlariga yaramliq bo'lib chiqqanligini ko'rganimizda, xo'shalligimizni yo'shirolmaymiz va qanchalik saodatga to'lganligimizni tasvirlab bo'lolmaymiz.